O'rtoqlar, biz Hindistonning eng mashhur inshootlaridan birining oldiga keldik. Uning nomi Indian Gate yoki Hindiston darvozasi. U 1931-yilda qurilgan va uning uzunligi hozirgi kunda 42 metrni tashkil qiladi. Bu darvoza Birinchi jahon urushida qatnashib halok bo'lgan 70 ming nafar hind askarlari nomiga qurilgan. Arkaga ismlar o'yib yozilgan. Minglab ismlar. Uylardan minglab kilometr uzoqlikka. Begona imperiya uchun jang qilgani ketgan askarlar. Va ko'plari qaytib kelmagan. Hindiston mustaqillikni faqat 1947-yilda qo'lga kiritdi. Bu arka qurilganidan 16 yil o'tib, tarix kinoyani yaxshi ko'radi. Ha, Hindiston Birinchi jahon urushida qatnashgan, faqat Buyuk Britaniya bayrog'i ostida, chunki 1914-yilda Hindiston Buyuk Britaniya mustamlakasi edi. Ushbu inshoot 1920-1931-yillar oralig'ida angliyalik mashhur me'mor Edwin Lutyens tomonidan barpo etilgan va u o'z uslubi bilan Fransiyadagi Parijdagi Triumf arkasini ham juda eslatib yuboradi. Orqamdagi mana bu joyning nomi Abadiy Javon Gulxani. U 1971-yilda Hindiston hamda Pokiston o'rtasidagi urushda halok bo'lgan askarlar nomiga atab qurilgan. Aynan qurilgan